Ma'qulmi, yaxshimi? Keyingi iqtibosimiz Balajidan. Balaji Srinivasan degan tadbirkor bor. Bu insonni gapirgan gaplarini kitob qilib Erik Jorgensen kitob yozib chiqqan, Almanac of Balaji degan. Rasmini qo'yib qo'yamiz shu yerga. Yaxshi kitob ekan. 2 kunda o'qib tugatdim. Odatda bunaqa holatlar kam bo'ladi. Shu kitobda ichidan chiqqan iqtibos, 3-iqtibosimiz. Biz tanamiz ichida nima bo'layotganini bilmaymiz. Biz terimiz ostida nima bo'layotganini bilmaymiz. Biz Bangalore yoki Budapeshtda nima bo'layotganini bilamiz, lekin tanamizda nima bo'layotganini bilmaymiz. Biz okean orti dunyoda narigi tarafidagi bo'layotgan ma'lumotlarni bilamiz. Hozir misol uchun prezident saylovlari boshqa davlatlarga ketyapti, qatlarda urush ketyapti, qatlarda raketa uchirishyapti. Hammasini bilib turibsizlar-ku, bilasizlar-ku, to'g'rimi? Lekin teringiz ostida nima ketayotganini bilmaysiz, to'g'rimi? Xuddi shunday aytyapti. Lekin 3-4 santimetr naryodagi voqealarni bilmaymiz. Va bu xaritamizdagi kattakon nuqta deydi. Men maktabda bolalarga dars berayotgan paytimda mana shu savolni berdim. Bolalar dedim, necha foizinglar? Har kuni, mayli, bir hafta, shu o'tgan hafta davomida amaki, xola, tog'alarga qo'ng'iroq qilib, holatini, xabarini so'radinglar dedim. 30% odam ham qo'lini ko'tarmadi. Ya'ni yaqin qarindoshlarini uyida nima bo'layotganini bu insonlar 70% bilmayapti. Hozirdan. Hali ishi yo'q. Hali bola chaqasi yo'q. Bilishmayapti. Lekin keyin so'radim. Hozir qayerda saylov bo'lyapti? Mamamda bo'lyapti. Kim saylanayapti? Mamam odam saylanayapti. Qayerda urush bo'lyapti? Mamamda. Qachon? Hozir nima bo'lyapti? Hozirgi kunda mamamda. Yana qayerda nima bo'lyapti? Aytib beraylik dunyoda. Bilishyapti. Yaqin qarindoshlari, yaqin do'stlarimizda lekin nima bo'layotganini bilmaymiz. Menda ham shunaqa edi. Tez bo'lib turadi hozir ham ba'zan. Lekin men harakat qilaman, qarindoshlarimizga telefon qilib, qo'ng'iroq qilib, hali bora olmayman, to'g'risi, borishni xohlardim. Lekin telefon qilib hol so'rab turaman, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar, jiyanlar yaxshimi, nima bo'lyapti, qayerda o'qiyapti, nima qilyapsizlar deb buni odatga kirishga harakat qilyapman. Undan tashqari tanamda nima bo'layotganini bilishga ham harakat qilaman. Buning uchun alohida narsa sotib olganmiz. Reklama qilib ketaylik mayli. Pastga promo kodini qo'yamiz. Menda promo kodim bilan kirsanglar 1 oy tekin berar ekan menga har nima. Xo'p. Bu nima qiladi? Bu necha soat uxladingiz? Qanaqa uxladingiz? Stress bo'lyaptimi, yo'qmi? Nafas olayotganingizdagi qondagi kislorod miqdori qanaqa? Yurak urish darajangiz qanaqa? Ko'rsatib turadi. Bilib turasiz. Anchadan beri taqvonman. Yaxshi bo'lyapti. Ovqatlanishimda o'zgarish bo'ldi, uxlashimda o'zgarish bo'ldi. Doimiy sport bilan shug'ullanishimni nazorat qilib boryapman. Va harakat qilyapman o'zim atrofimdagi va o'zim haqimda ko'proq ma'lumot bilishga. Bir aytgandek, kundalik yozamiz. O'zim ham yozaman, sizlar ham yozinglar deb o'zingizni tanishga yordam beradi. Va qarindoshlar, qo'shnilar, o'zimiz mana tanamiz haqida xabar olib turib, dunyo haqida kamroq ma'lumot olishni boshladim. Taxminan kuniga 5 daqiqa sarflayman. U ham hafta kunlari, dam olish kunlari emas. Dunyo yangiliklari haqida, sohamiz yangiliklari haqida o'qiymiz doim. Siqilmay qo'ydim. Mutlaq. Umuman stress yo'qolib ketdi. Eng qizig'i o'sha tanishlar, qarindoshlar, do'stlar bularning muammolarini qanchadir miqdorda maslahat bera olasiz, yordam bera olasiz. Hech bo'lmasa eshitib ko'ngilingni ko'tarib qo'ya olasizda. Lekin sizdan uzoqda bo'layotgan voqealarda biz yordam bera olmaymiz. Mana shu alam qiladi. Qaysidir odamlar, hokimlardir, deputatlardir, tashqi ishlardagi insonlardir, xalqaro bizneslari bor odamlardir, bu narsalarni o'qish kerakdir balki. Doim o'qib tursa. Va umuman nima bo'layotganidan xabardor bo'lib turish kerak. Chunki bu dunyo qarashim keng bo'ladi degan odam ham balki shu bizga o'xshab 5 daqiqa o'qisa yetar. Lekin yarim soatlab yangilik kanallariga obuna bo'lib, har soatda notification kelib turadigan qilib bu narsani qilishga haqqi bor odam menimcha o'sha yon atrofidan xabardor odam bo'lsa kerak. Birinchi qarindoshlaridan, aka-ukasidan, o'shani yangiliklarini bilib turadigan odam, shu odam haqqi bo'lsa kerak. Keyingi